Cho'ng'ukni Instagram akkauntida bloklashdi. Ungacha boradi deb o'ylamadim, lekin hozirgi paytda ko'p akkauntlar bloklanib ketyapti. Даже o'zimni yaqin tanishlarimda ham akkauntlar bloklanib ketuvdi. Men tanishlarim nihoyat o'ziga orqaga akkauntini qaytardi, lekin Cho'ng'ukda shunaqa ahvol bo'ladi deb o'ylamadim to'g'risi. Chunki мировая звезда казалось бы, да. O'ylaysizlarki, то, что ishlatilmaydigan akkauntlar bloklanib ketadi yoki oddiy kichkina akkauntlar yo'q. Bu даже nechidir millionli akkauntlarni ham deyadi. Mani fikrim bo'yicha nimaga sразу bloklanib ketdi? Во-первых, bloklaydigan odam emas, AI bo'ladi, то есть sun'iy intellekt bo'ladi. Sun'iy intellekt bundan bloklayveradi hammani. Kimni noto'g'ri deb hisoblasa, chunki sun'iy intellekt o'ylashi bilmaydimi, qarashi bilmaydimi, Cho'ng'uk oxirgi martasi juda ham ko'p, mani fikrim bo'yicha, juda ham ko'p qurgan, repost qurgan, har kuni nechtadir repost qurganida sun'iy intellekt o'ylaganki, что-то тут не так, что-то nimadir qilyapsan. Chunki ko'p rasilka ham mumkin emas, ko'p har safar yuborish, har safar qurish, ko'p layklar bosish yoki ko'p videolar yuborish bir kunda mumkin emas o'zi, misol bundoq qarasa. Shuning uchun ham bot deb o'ylab, Cho'ng'ukka ham blok qilishgan. TikTokka kiringlar. Storiesiga qolmasdan oldin TikTok storiesida shu skrinshotni qoldirib qo'ydi. Skrinshotda esa yozilgan, что вот 180 kunning ichida o'zing akkauntingni qaytarishga harakat qilishing kerak, bo'lmasam akkaunting yopiladi. O'zinglar hozir tekshirib ko'rsanglar ham akkauntga kirib Cho'ng'ukni topmaysizlar Instagramda. Topmaysizlar. Instagramga kirsanglar pensiz kiringlar, chunki sizlarni ham bot deb o'ylaydi. Har xil shahardan kiryapti, значит, bot deb o'ylaydi. Shuning uchun da. Ikkinchisi esa на всякий случай Face ID anaqasidan Facedan o'tib qo'yinglar. Oldini olinglar, stop sizlarni sun'iy intellekt bot deb o'ylamasin. Da. Cho'ng'ukka ham zo'r urok bo'ldi. Shuning uchun Cho'ng'ukni Instagramda pokashda ko'ramiz va repostlarni ham endi bo'lmaydi. Ajal.